Voy bilsanglar, agar o'g'limni yo'qotib qo'yib, qidirib topolmadim. Bir qarasam, bitta gapirib qo'ydi. Shuni qarasam, magazinning ichiga kirib olgan ekan, maniken deb o'ylab qopmanda. Shunaqa yarashibdi ustidagi kiyimchalari. Chiroyli. Orqalarini ko'rsat. Dadasi kiyintirib qo'ygan ekan. Xullas, mana shu manikenchi deb o'ylab qopmiz. Keyin shapkasi yoqmadi shekilli. Manikenni boshidagina olib kiyib oldi. Nimaga bunaqa yuryapti? Ko'rsataning ketyapmizda. xilma-xili bordi. Oyog'iga yiqilib tushdimi, nima bo'ldi deb qarasak, shunchaga bir dunyo tangani suv qolgan ekan. Dadasi qotib qoldi o'zi ham. Kulur. Xullas tangani oldi-da, mana oyog'im yiqilib tushganim yo'q dedi. Bering dada qolganini yugurib ketdi. Keling dinimga dedi. Qaytib magazinga, do'konga kirib ketdi. Men ochkim bor-ku, nima qilasan ochkim? Dinimga dedi. Qanaqasi bor? Aytmaysanmi? O'sha yaxshi o'zingniki.